Assalomu alaykum. Bugun sizga kasalliklarni davolashda yo'l qo'yiladigan xatoliklar haqida gapirib bermoqchiman. Odatda, agarda sizni tanangizda biror bir kasallik bo'lsa, misol uchun deylik, oshqozon og'rig'i bo'lishi mumkin, yurakda muammo bo'lishi mumkin, buyrakda, o'pkada, jigarda, demak, muammo bo'lishi mumkin. Va bunday holatlarda siz nima qilasiz? To'g'ridan to'g'ri oshqozonni davolaysiz, to'g'rimi? Yoki qon bosimi bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri mana shu qon bosimiga ta'sir qilishga harakat qilasiz. Lekin bu usul qanchalik to'g'ri? Bilasizmi? Agarda insonning asablari davolansa, tanasidagi kasalliklar avtomatik ravishda sog'ayishni boshlaydi. Odatda men juda ham ko'plab mijozlar bilan ishlayman, aynan mana shu kasalliklar bo'yicha. Turli xildagi kasalliklar bo'yicha menga murojaat qilishadi va biz to'g'ridan to'g'ri oshqozon muammosiga diqqatimizni qaratmaymiz. Biz odatda asablarga diqqatimizni qaratamiz va asablar bilan demak ishlaganimizda, ya'ni asablarni tinchlantirish uchun, stresslarni yo'qotish uchun psixologik mashqlarni bajarganimizda avtomatik ravishda tanadagi kasallik yo'qolishni boshlaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Agarda sizni tanangizda qandaydir kasallik bo'lsa, siz mana shu kasallikni to'g'ridan to'g'ri davolatishni to'xtating. Birinchi navbatda asablaringizni davolating. Mana shunda qanaqa darajada demak tanangizda tezda o'zgarish bo'lishini o'zingiz guvohi bo'lasiz. Ya'ni agarda siz to'g'ridan to'g'ri faqat oshqozon o'zini davolaydigan bo'lsangiz, oshqozon og'rig'i demak sizda juda ham uzoq davom etadi va deyarli yo'qolmaydi. Ancha yilgacha siz oshqozon og'rig'ini davolatishga demak majbur bo'lasiz. Lekin agarda siz asablaringizni davolatadigan bo'lsangiz, har qanday tanangizdagi kasallikdan tezda xalos bo'lishni boshlaysiz. Ya'ni bizani tanamizdagi barcha kasalliklarning sabablari stresslar hisoblanadi. Albatta, stresslar bizani asab sistemamizga ta'sir qiladi va biz stresslarni demak yo'qotish orqali tanamizdagi kasalliklardan xalos bo'lishimiz mumkin.